bu to'g'risida hali informatsiya bermagan. Sensorli integratsiya darsini o'taman. Mavzuyimiz sensor integratsiya mavzusi bo'ldi. Aynan biz kutgan mavzular boshlandi. Mavzular juda ham qiziqarli. Savollarimizga javob olamiz. Hammaga, boshqalarga ham tavsiya qilaman, keyingi kurslarida o'qishni. Biza sensorli integratsiya haqida o'tdik, ya'ni sezgi turlari, har bitta sezgi bo'yicha tushuncha berdilar. Bu taktil his-quvvat. Mavzumiz juda ham qiziqarli bo'ldi. Sensorli integratsiya haqida ma'lumotlar berdilar. Zo'r insaytlar oldim. Xudo xolisa shularni amaliyotda qo'llashga harakat qilaman. Ular переработка qilishga qiynalgani uchun bo'lsa shunchaki bosib chiqamiz. Do'niyam valisiga shunaqa qilsa ham bo'ladi.